Yaqinda bir kishi direktimga bitta narsa yozdi, o'qib og'zingiz ochiladi. Ya'ni nima bo'lgan desa, shu Toshkentda bo'lgan ish. Xullas, bitta oilada erkak ayolga nisbatan xiyonatlar qilgan, har xil iflosliklarni qilib yurgan. Ayol uni bilib qolgan. Telefondan titib, ayolga telefon titishga usta-yu hozir. Telefon titib ko'rgan u narsalarni, xiyonatni. Keyin ayol ham xiyonat qilgan. Ayol ham mana senga degan ko'chada bir nechta o'ynashlar qilib yurgan. Men o'zini musulmonman deb da'vo qiladigan, musulmonmisan, alhamdulillah deydigan oila mashina. Og'zingiz ochiladigan ahvolga kelib qolganda, keyin ayol ham xiyonat qilgan unga, keyin er bilib qolgan uni. Qiziqarli joyi, er bilib qolganda nima degan er bilasizmi? Er bo'ldi degan, sen ham yashayver degan. Men ham yashayveraman degan. Lekin degan farzandlarimiz bilmasin degan. Mana shu narsani o'zbekman degan erkak kishi ayoliga gapiryapti. Ya'ni hayvoniy yashash boshlandi o'zi. Vaqtlar o'tib farzandlar ham bilgan buni. O'g'il farzandlar bo'lgan, onasi pul topadigan ayol bo'lgan, farzandlar ham bilganda, farzandlar ham onasidan pul olsa bo'ldi. Kim bilan nima ish qilishi bilan umuman qiziqmaydi farzandlar ham. Ya'ni g'irt dayusi o'zginasiga aylanganda. E'tibor berib shu narsaga xulosa qildimki, erkak kishining g'ururi o'lgan jamiyat haqiqatdan ham tubanlashib ketar ekan. Nimaga desa, erkak kishi eng himoya qiladigan narsasi, eng himoya qiladigan kishilari qizi, ayoli, onasi, singlisi, mashla-ku. Endi uni himoya qilmay qo'ysa bo'ldi, hech narsani himoya qilmaydi u. O'shaning uchun erkak kishini g'ururi o'lsa, qo'pol qilib aytganda, uni ayollariga, uni qizlariga yoki uni yaqinlariga tegajonlik qilishingiz u yoqda tursin, o'ziga tegajonlik qilsangiz ham ko'taradi. Mana shunaqa hayvoniy bir hayotga tushib qoladi. Bunaqa yashagandan ko'ra, mana shu hayotmi yoki o'limmi desa, o'limni tanlash kerak erkak kishi. Chunki erkak g'urursiz erkak emas u. U choyxonalarda o'rtoqlari bilan qancha har xil so'zlarni gapirib, kulishib o'tirgan bo'lsin, erkaklarga o'xshab yurgan bo'lsin, u choyxonalarga borib, u asli erkak emas u. U qabul qilsin. U haqiqiy o'sha narsada endi. Alloh asrasin.